Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bolajonlar, ota-onalar, gadjet, kelajagimiz bo'lmish bolajonlar. Mana bugun 1-o'yin xalqaro bolalar kuni bilan barchangizni tabriklayman. Barchaga katta muvaffaqiyatlar, omadlar tilab qolaman va bu yerga tashrif buyurgan ota-onalarni ham xuddi shunday bugungi bayram bilan tabriklayman. Bolajonlar, bugungi mana bayramingiz bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Yo'llar ravon bizniki, oy quyosh charaqlagan, nurli osmon bizniki. Oynaday yaraqlagan, yo'llar ravon bizniki, oy quyosh charaqlagan, nurli osmon bizniki. Zavq shafqatga hayot, dilimizda kuybayon, o'qib o'rgan qil ijod, cheksiz imkon bizniki. Ko'rinib ko'chada o'tsar behramman, tosh otding ketding.